Konstitutsiyada belgilab qo'yilganimizdek yurg'izilmaydi davlatchiligimiz. Unga to'liq amal qilinmaydi. Konstitutsiyaga modda kiritish hech hojati yo'q. Hamma narsa bor. Faqat unga amal qilish kerak. Tozalik hozirgi asosiy biz deganaqa muhim siyosatga aylandi, darajasiga chiqdi o'zi. Meni fikrim shu. Endi men bu yoqni kesib tashlasangiz kerak, tinchlik mitingini o'tkazishga ham huquqimiz bor. Havoni ifloslanishini qarshi chiqib, mana shu ko'chada yurish qilishga haqqimiz bor. Masalan, O'zbekiston Konstitutsiyasining 33-yilligi munosabati bilan biz ijodiy guruhimiz bilan ko'chada yurtdoshlarimiz o'rtasida kichik so'rovnoma o'tkazishga qaror qildik. Maqsadimiz odamlarning konstitutsiya haqidagi fikri, uni qay darajada bilishlari va shaxsiy munosabatlarini o'rganish. Keling birgalikda xalqimizning fikrini eshitamiz. Istalgan bir davlatni oliy turuvchi qonuni hamma fuqarolarni yoki davlatni aynan huquqlarni belgilab beradigan oliy qomusimiz hisoblanadi. Shu qonunchilikni davlatchiligimizni huquqiy jihatdan belgilab beradigan hujjat. bizlardaqa rahbar xodimlarga, hokimlarga, vazirlarga iltimos qilib qolgan bo'lar edim. Konstitutsiyaga qat'iy amal qilib, o'zlari shuni ko'rsatib berishsa, o'zlari o'rnak bo'lishsa, mana havo bilan bog'liq yoki mehnat kodeksi bilan bog'liq, ilm-fan bilan, sog'liqni saqlash tizimi bilan, har holda men sog'liqni saqlash tizimida ishlayman. Har bir inson, yani fuqaro so'zini ishlatkim kelmaydi. Har bir vatandosh mehnat qilish huquqiga, ilm olish huquqiga va o'z salomatligini tiklash, ya'ni sog'liqni saqlash tizimidan foydalanish huquqiga ega. Albatta, men pullik tibbiyotni inkor qilmagan holda dalillarga asoslangan tibbiyotni, sug'urtali tibbiyotni kirgizib, bemorlarimizga shundoq bir yaxshi sog'liqni saqlash tizimini yaratishimiz kerakki, u bolamni qaysi pulga davolataman, otamni qanday davolataman deb siqilmasin. Davlat himoyasida bo'lsin. Kimki konstitutsiyada belgilangan haq-huquqlarga qarshi qarorlar chiqarsa, konstitutsiya doimo ustun turadi. Ularni albatta qonun oldida javob beradigan qilib qo'yishimiz kerak. Men ochiq aytaman, eng go'zal, eng zo'r konstitutsiya bizning konstitutsiyamiz. Bizlarniki. Endi o'shanga amal qilishsa zo'r bo'lardi-da, O'zbekistonda rivojlanish ham zo'r bo'lardi. Balki men olib qaraganda ko'pchilik bilmas konstitutsiyani, lekin o'sha konstitutsiyaga asoslangan qonunlar asosida bu davlatda yashayotganini bilmay qoladi-da. Masalan, mana 23-yilda bo'ldi referendum, konstitutsiyamiz o'zgardi, qo'shimchalar kiritildi, kengaytirildi, bir qancha nima deydi, jabhalarni o'ziga qamrab oldi. Men xursand bo'ldim bundan. To'g'risini aytsam, mana shu moddalarimiz ko'paydi, ya'ni o'sha ko'paydi deganda faqatgina sonda ko'paygani emas, ya'ni o'sha bir nechta ijtimoiy bo'lgan jarayonlarni qamrab olganidan xursandman. Ya'ni insonni bu o'sha kerakli bo'lgan jarayonlar davlatimiz tomonidan kerakli qonunlarga kiritilayotgani bu quvonarli holat. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 1-moddasiga muvofiq O'zbekiston suveren mustaqil davlat hisoblanadi va undagi yashovchi aholi O'zbekistonni butun bir hamma yer osti va yer usti boyliklariga huquqi bor. O'zi xohlagan informatsiyani olishga va ta'lim olishga haqlidir. Endi gapda ochig'i ta'sirini sezmaymiz. Masalan, konstitutsiyada belgilab qo'yilganimizdek yurg'izilmaydi davlatchiligimiz. Unga to'liq amal qilinmaydi. Keyin qonun ustuvorligi aytiladigan bo'lsa, doim hamma joyda shu narsa ham amal qilinmaydi doimo. Endi buni o'zimiz ham ko'rib turibmiz. Oldin xalqqa yangiliklarni yetkazish faqat televizor, radioda bo'lardi. Social media rivojlanib ketgandan keyin odamlar o'zi ham bemalol ko'rib, xulosa qilib chiqarib ola oladi. Kerak bo'lsa O'zbekistonning o'zining davlat qarorlari ham ruschada chiqadi. Bu qanaqa mantiqsizlik bu? Davlat tili o'zbek tili deb qo'yilganda, davlat qarori ruschada chiqadi. Davlat amaldorlari kerak ba'zi joyda, xo'p boshqa millat bo'lsa ham, lekin davlatda shu O'zbekiston xalqiga xizmat qilyaptimi, bizni tilda gapirish kerak. Umuman olganda hamma odamga konstitutsiya ta'sir qiladi. Konstitutsiya ta'sir qilmasligining iloji yo'q. Chunki bu davlat asosiy qonun. Demak, hamma hayotda hammasi ta'sir qiladi. Faqat savol qay darajada? Qonunlar joyida, faqat o'zimizni xalqimiz o'zi rioya qilishda hammaga. Prosta rioya qilish kerak, shuni amalda qo'llash kerak, xalqimizni o'zi asosan. Men qonunlar joyida deb o'ylayman. Konstitutsiyaga modda kiritish hech hojati yo'q. Hamma narsa bor. Faqat unga amal qilish kerak. Inson huquqlari yo'q. Inson huquqlari yo'q. Chunki televideniyani umuman ko'rmayman, ochig'ini aytaman. Faqat YouTube'da o'tiraman. Chunki televideniyada bironta bir o'tkir temada biror narsa yo'q. Siyosatda gapirmayman. Go'yo butun jahonda hech gap bo'lmayapti. Tozalik hozirgi asosiy biz deganaqa muhim siyosatga aylandi, darajasiga chiqdi o'zi. Meni fikrim shu. Bizning hayotimizda katta rol o'ynaydi.
Chunki masalan bizaga har qadamda nohaqlik qilinishi mumkin. O'shanda o'zimizdan himoya qilishimiz kerak. Chunki konstitutsiya bu aynan o'sha aholi uchun, o'sha xalq uchun chiqarilgan qonunlar hisoblanadi. Ko'zi ojiz insonlar uchun avtobuslarda qanaqadir sharoit bo'lishini xohlardim. Chunki meni tanishim bor, shunaqa ko'zi ojiz. U qiynaladi-da avtobusda yurishga, shunaqa nimadir bo'lishini xohlaydi, u ovoz chiqaradigan nimadir avtobus kelganda, aynan avtobusligini bildirib turadigan. Shunaqa. Endi men bu yoqni kesib tashlasangiz kerak, tinchlik mitingini o'tkazish ham haq-huquqimiz bor. Havoni ifloslanishini qarshi chiqib, mana shu ko'chada yurish qilishga haqqimiz bor. Masalan, hech bo'lmaganda bolalar tibbiyotini bepul qilib qo'y deb shifoxonalar oldida miting qilishga haqqimiz bor. Mana shu huquqlarga ham imkon bersa yaxshi bo'lardi. Bo'layotgan ekologiya bo'layotgan ma'lumotlarni bilishga haqqimiz bor ekan. Bu bir men xursand bo'ldim. Aynan mana Toshkent havosining buzilishi, ya'ni u ekologik muhitimiz qandayligi haqidagi to'g'ri ma'lumotga ega bo'lishimiz konstitutsiyada belgilangan ekan. Va uni kecha bildim. Konstitutsiya to'g'risida yurtdoshlarimizning fikrlari turlicha bo'lsa-da, barchasini yagona maqsad yurt ravnaqi birlashtiradi. So'rovnomamizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Bugungi konstitutsiya zamon talabiga mos deb o'ylaysizmi? Siz konstitutsiyani qay darajada bilasiz va konstitutsiyaga nima kirgizgan bo'lar edingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va Paradigma.uz'ni kuzatishda davom eting.